deyapmi? Oldiga solib olib borib qo'yadi. Tavba, umr bo'yi qaynonang bilan gaping bir joydan chiqmadi-ya. Gapirma. Bo'lmasam qaynonam bilan munosabat qilish bo'yicha qancha kurslarim bor. Tavba. Lekin o'zimni qaynonamga tishim o'tmaydi. Shunaqasi ham bo'lar ekanda. Oldinlari urishib kelib yig'lab kelarding. Oxirgi paytlar ancha bezlashding-a? Bolalarim ulg'aygach, qaynonam bilan urushmay qo'ydim. Shunchaki uyda ular glavniyligini tan oldim. Ha, shuncha yil kim glavniy bo'lganini kelisha olmagan ekansizlar-da. Shunaqa. Ko'pincha qaynona bilan kelinning munosabati mana shu mavzu bo'yicha buziladi. Men haqman, men unday, men bunday deb. Ikkalasi ham men bo'laman deydi. Shunga men tojni ularga berdim. To'g'ri qilibsan, qulog'ing tinchiydi. To'g'ri aytasan, qulog'im tinchiydi. Tinchidi ham.